Assalomu alaykum aziz Atomic kompaniyasi a'zolari, liderlari va Atomic kompaniyamizning mahsulotlarimizning aziz xaridorlari. Bugun men sizlarga Atomic kompaniyamizning eng mashhur dunyoga jahon bozoriga olib chiqqan mahsulotlaridan biri hisoblanmish Hemohim mahsuloti haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. Hemohim mahsuloti 2009-yilda Janubiy Koreyaning Atomic kompaniyasini jahon bozoriga olib chiqqan va mashhur qilgan mahsuloti hisoblanadi. Mahsulot yuqorisida, korobkasini tepasida 3 ta belgi turibdi. Birinchisi Samsung kompaniyasining tasdiq belgisi, ikkinchisi Koreya davlatining tibbiy ko'rigidan tasdiqlangan belgisi hamda uchinchisi JMP jahon standartlari talablariga to'liq javob bera oladigan belgi qo'yilgan. Bu Hemohim mahsulotimiz 200 xildan ortiq kasalliklarni davolaydigan juda ham mo'jizaviy mahsulot hisoblanadi. U o'zining tarkibiga giyohlar yig'masini oladi. 3 xil giyoh yig'masidan tozalangan suv, limon kislotasi, asaldan hamda 70 xildan ortiq dengiz o'tlari kukunlaridan tayyorlangan mahsulot. 100% tabiiy toza mahsulotdir. Bu 200 xildan ortiq kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Bulardan qandli diabet, gipertoniya, osteoporoz, yurak, bo'g'im va suyaklar, teri kasalliklari, jigar sirrozi, gepatit AB, psoriaz, ekzema, insult, yurak xuruji, tish og'rig'i, bosh og'rig'i, varikoz tomirlari, oshqozon ichak trakti, mioma, kista, uyqusizlik, xotira buzilishi va turli bundan ham ortiq kasalliklarni davolanishiga yordam beruvchi eng yaxshi mahsulot hisoblanadi. Mahsulotimizning xususiyati shundan iboratki, bu eng avvalo bizni qonimizni tozalab beradi. Qonimiz tozalangandan keyin bizni immunitetimiz kuchli bo'ladi. Hammamiz yaxshi bilamiz, immunitet kuchli inson har bitta turli kasallik bilan bemalol kurasha oladi. Hattoki og'ir rak kasalligi, qandli diabet, insult, infarkt kasalliklari bilan ham immunitetimiz kuchli bo'lsa, albatta biz hamma kasallikni yengib ketamiz. Yaqinda masalan o'zimni opamga tavsiya qilgan edim. Ichdilar, mana shunaqa bitta korobkasini ichdilar. Qandli diabet kasalliklari bor edi. Juda ham xursand bo'lib hammaga, Atomic kompaniyamizga, bizga kompaniyani olib kirgan ustozlarimizga, bolaxonga juda ham katta minnatdorchiliklarini bildirdilar. Chunki hozir opam qandli diabet kasalligidan qiynalmayaptilar, juda ham o'zlarini yaxshi his qilyaptilar. Hattoki diabetga ichadigan dorilarni ham ichmay qo'ydilar. Bu o'zimizga yaqqol misol bo'ladi. O'zim esa gripp bo'ldim. Mana shunaqa paketchadan 2 ta donasini ichib sog'ayib ketdim. Gripp aslida 10 kungacha davom etardi. Bu juda ham mo'jizaviy mahsulot bo'lganligi uchun men buni hammangizga tavsiya qilaman. Buni sog'lom odamlar ichsa ham yosharib, immunitetlari kuchli bo'lib, hech qanaqa kasallikka chalinmaydi. Kasallikka chalingan insonlar ham ichsa davo topib, shifo topib, juda ham sog'ayib, zo'r bo'lib yurishadi. Bu zo'r mahsulot. Men hammangizga Hemohimni ichishni tavsiya qilaman.